Xo'sh, aziz bugungi videomiz Buxoro viloyati Jondor tuman mol bozoridan bo'lyapti. Yemlangan buqalar qatoriga keldik. Buqalar ko'p chiqibdi bu safar. Mana bu yoqqa ham bu dal shunday zabordaydi hammasi mana akalar. Layklarni bosib qo'ying, so'rab narxini obzor qilib o'tamiz. Bu ala kimdan ekan bu? Buqalar sizlardanmi aka? Qizilmi? Qancha bo'lyapti? Mana akalar, katta buqa ham chiqibdi. Yemga tayyor, yemlangan, yana yemlasavr ekan. Qizil necha pul bo'ldi aka? 30 ha? 30. Mana bu o'tadagimi? 30. Qarang, 30 mana. Bo'ylari 1.20 pulsavoy mana. Onlarimiz. Xo'sh. Ala kimdan ekan ala? Ala nega shu qara kimdan ekan bu katta? Topildimi? Qancha ekan? 115 dan kilosiga so'yilishi baraka bo'lgan 115 ta mana akalar, ikkalasi ham. So'yilish 115 ga chiqqan ekan, yaxshi. Navbatdagilari bor mana akalar, men qachon bo'lagan. Kimdan ekan sizdanmi bu? Qani. Xo'sh. Kimdan sizdan aka? Buqa. Qancha bo'lyapti aka? 27 bo'lyapti. Mana bo'ylari 1.15 pul savoyga ketadi. Akamiz savdo qilyapti. Mana akalar savdo bo'lyapti. 27 aytibdilar. Baxtiyorda bor. Mana shu 27. Bo'ylari 1.20. Bir ham yoshar. Qancha so'rabsiz tog'a? 22 million. 22 million so'rabdilar mana. 27 aytibdilar. Mana bu qachas. Bular qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Zo'rmi? Kimdan bu? Bizdan. Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti endi bu qamiz? 24 deyapti. 24. Aytilishimi bu? Mana aytolmayman. 24. Savdochi savdo. Farqi 22 gacha bordi. 22 gacha savdo bo'lgan, 24 aytibdi akamiz. Bo'ylari ham 1.15 pul savoy 1.20 ketyapti. Xo'sh, mana. Nomer qo'yamizmi to'g'ri? Nomer qo'yamizmi telefondan? Qo'ying. Ayting. 99lik. 99lik. 663 663 6325. chiqarasizlar. Akalar mollar chuqurga turibdi, biz avalanga shuni ham hisobga oling. Egasi ham tushamirasizmi? Ha, mana egasini ham olamiz. Akamiz o'zlaringa. Bozorning qiroli o'zlari. Savdo sotib beringlar. Sodiqjon aka. Mayli aka. Xo'sh, adres qayerda moli bu endi? Aytib qo'ying. Zarafshon jamoasi. Zarafshon. Nurafshon desak ham bo'ladi. Zarafshon desak ham. Mayli aka, savdoingiz bersin. Xo'sh, navbatdagi yemlangan buqalar, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimi? Rahmat. Mana qarab qo'ying. Buqalar egasi qanday egasi? Bu aka sizdan bu aka? Kimdan ekan bular? Shu buqa 25 million aka. Sizdanmi? 25 million. Mana bir ham o'sha buqamiz 25 million aytibdilar. Aytilishi. Nima bor kelishtirib beramiz. Kami bo'lgan kelishtiriladi. Xo'sh, bo'ylari mana yemlasangiz bo'ladi, yemga tayyor olib kelgan ekan. Bo'ylari 1.20. Nomer qo'yamiz aka. Ayting. 93lik. 478 400 mi? 478 9454 raqamga chiqarasizlar. Ana qaytchi. Ana egalari zarbalar. Adres qayerga? Jondor qayerda? Mahmud Tarobiy, Jondor, aloqa chiqarasizlar. Mana navbatdagi buqalarimiz. Yemlangan buqalar bu safar ko'p chiqibdi. Buni ham ana Rossiyaga salom aytamiz. Yo'qlaysizlarmi? Ana egasi ana shu. Egasi qancha bo'ldi? Ana so'ra. Sizdan aka, assalomu alaykum. Necha pul bo'lib buqalar? Assalomu alaykum. Hop, birinchi mollarni keyin egasi ola, segingina bildirib. Narxini? 25 bo'lyapti. Xo'sh, bir ham yoshar bormi aka bu? Bir yoshar ikki. Ha, shu bir ham yosharga borgan. Xo'sh, bo'ylari shu 1.20, hozir bular chuqurga turibdi mollar. Savdosi qancha bo'ldi? 20
24. Aytilishi 24 bo'lib berman 25. 25 bo'lsa beriladi, 24 berilmagan. 25 ga beramiz degan ekanmiz. Bu ham sherigi. Bunisi qanchadi? Esa 25. 25 bunisi ham akalar. Ikkalasi bir joyga qancha berasiz? 50 gami? 50 ga. Telefon nomeringiz bormi? Yo'q. Qo'ymaysizmi? Adres qanaqa? Rentrat qo'ying. Qishloqni bironta gazetani joysiz, oqtarib boradi. Mayli aka. Hamza Kalxo'z akalar. Mayli aka, savdo o'zbeksin. Xo'sh. Mana akalar, mollarimiz bu yoq yana. Bular egasi qo'ygan. Bular kimdan bo'ldilar? Sizlar emasmi? Mana. Mana akalarimiz. Mana. Ro'zovoy bilan tabriklab qo'yinglar. Ana shular, ana shular. Ana akalarimiz. Rossiyada tanishlamoqmi Rossiyada? Mayli aka. Xo'sh, bular savdosi bo'ldimi aka? Kimdan bu kichilar? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q ekan. Mana bu yerda kattalari bor ekan akalarni. Aka qancha bo'ldi bu kishilar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 28 mana katta yirik o'ksizlar, yemlasangiz bo'ladi. Bo'ylari biri 40, biri 30 kimsavoy. Savdo chiqdimi aka? 24 shunday so'ralib turgan. Nomer qo'yasizmi? Qo'yamiz nomer. Telefon nomeri yo'q endi. 93lik 455 22 97 chiqarasa bu qoli boqaman desangiz tayyor mana yemlangan, yana yemlasangiz bo'ladi. Sal kam joyi bor, to'ldiradigan joylar bor. Mana bu yoqqa kattasini ko'ramiz. Mana. Bu qancha bo'lyapti akalar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti aka bu o'ksimiz? 42 million deyapmiz. 42 million ana aytilyapti. Savdosi bo'ldimi aka? 37 yarim savdo. 37 yarimgacha savdosi bo'lgan. Bo'ylari Taroziga ham beramiz. 40 dan yuqori. Taroziga qancha beramiz aka? Joyga? Ha, joyga ham o'sha kelishib beramiz. 63 dan, 61 so'rayapti, 62 qilib beramiz. 63 aytganlar, 61 aytilgan, savdosi bo'lgan. 62 bo'lsa beraman taroziga dedilar. Joy bersa o'lcham mana. Gideti 8 tana bormi aka? 700 ga yaqin. 700 ga yaqin mana. Telefon nomeri qo'yamizmi? Ayting. 91lik 924 924 81 81 88 88 raqamga chiqarasiz akamiz yana. Limuzin paroda. Adres arentrab beraylik. Jondor Yakatut. Jondor Yakatut. Mana agar zarafasida bo'ladi. Greenford laqabli buqamiz mana ikkita Greenford ham bor ekan. Mana Greenford akalar. Qancha bo'ldi bu? Greenford. Egasi yo'qmi? 85 demişim. 85 millionmi? İşe var yakın. 85 joyganmi? 2 Ha, bir joyga kelasi. Bir kishinga ekan. 85 ekan. Egasi topildimi? Ha, molli. Yo'q molli. Bir joyga 85 deb aytib ketilgan ekan. 85 ekan bir joyga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana egasi yo'q ekan-ku uni. 85 aytilib ketgan ekan. Bir joyga endi